Assalomu alaykum. Kechki bozorga Mazdani zo'ri bitta crossoveri kelib qoldi. SX7 2.3 turbo bo'ladi. Kraskasi bor ekan, lekin seriozniy takli udarlar ko'rmadim. Talshinimerda o'lchab chiqdim. Akras bor ekan. Xullas, mashina himskiga qarasa 151 mile yurilgan, endi salkam 180 ming kilometr bo'lsa kerak. Taxminan o'zingizlar hisob kitob qilib ko'ringlar, 150 ming yurgan. Milda kilometrni. Bu mashinani yaqin kunlarda tanishlarimiz ham 8,5 ming atrofida sotishgan edi. Bu mashinani men hozir arzon qo'yapman. Foydalanib qolinglar. Ko'pchilik qiziqib ko'rsa, bunaqa narxga boshqa kanallardan topa olmaysizlar. 7760 dollarga 2007-yil 2.3 turbo Mazdani SX7 ni qo'yapman. Kuzatgan bo'lsanglar, juda populyarniy kanalda ham bu mashina qimmat qo'yildi. Nisbatan men qo'yayotgan narxdan qimmat qo'yildi. Foydalanib qolinglar. 7760 dollarga zo'r narx qo'yildi.